Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida fuqaro vafot etgani yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Banklardan 4 milliard so'm kreditni firibgarlik bilan o'zlashtirgan shaxsga hukm o'qildi. Siz videoda ko'rishingiz mumkinki, bir nechta qizlar bitta qizni mana shu yerga olib kelib, tiz cho'ktirib, самосуд qilishgan. Авария на трассе Ташкент-Ош. Водитель слишком разогнался, машина не вписалась в поворот и опрокинулась. Siz ham sezyapsizmi? Internet tarmoqlaridan oynai jahonda uzatiladigan agressiv ma'lumotlar asablarimizga qo'shimcha yuk bo'lib tushmoqda. To'g'ri, zamon bilan hamnafas bo'lish, yon atrofimizda jamiyatda sodir bo'layotgan voqea hodisalardan, yangiliklardan boxabarlik yaxshi albatta. Ammo keyingi paytlarda ommaviy axborot vositalarida, xususan internet nashrlarida agressiv tildan foydalanish urf bo'lyapti. Albatta bu qaysi ma'noda salbiy jihat deb qarash mumkin. Nimaga? Chunki agressiv til orqali, agressiv munosabat orqali kishilarning, o'quvchilarning deylik, ko'proq e'tiboriga ega bo'lishga harakat qilinadi, ya'ni clickbaitingni ko'paytirishga harakat qilinadi. Lekin aslida agressiyani orqasida, ya'ni tildagi, jurnalistik tildagi yoki blogerlik tildagi agressivlik bu aslini olib qaraydigan bo'lsa, o'sha agressiya orqali boshqa kishilarni masalan kamsitishga yoki bir davlatni ikkinchi davlatni ustidan yuqori qo'yishga yoki bir millatni ikkinchi millat urf-odatlaridan yuqoriroq qo'yishga bo'lgan harakatlarni ko'pincha kuzatish mumkin. Aynan mana shu mavzuni bugun tahlil qiladigan bo'lsak, agar biz bir vaqtlar xorijda ham mana shunaqa ma'lumotlar tarqashni boshlagan, ya'ni bilasiz, o'sha qizil va sariq, qora matbuotlar mavjud va ommaviy axborot vositalari o'zlarining mahsulotlarini sotishlari uchun bevosita sariq matbuotga ko'proq murojaat qilishgan, ya'ni shov-shuvli xabarlarga, qaysi bir san'atkor o'zini osib qo'ygani yoki qaysi bir bola o'zi joniga qasd qilgani va qaysidir ayol o'zini yoqib yuborgani, mana shunaqa xabarlar bir vaqtlar Amerikada ham tarqagan va Amerika bevosita mana shu sariq matbuotga atab Yellow Kids, ya'ni o'sha sariq bola, ya'ni chaqaloq degan o'sha jurnal ham ishlab chiqqan va uni ichida faqat shov-shuvlar, sariq matbuotga tegishli bo'lgan xabarlar tarqagan. Va bir vaqtlar xalqaro maydon boshidan o'tkazgan davrlar bugun O'zbekistonga ham yetib keldi. Ya'ni O'zbekistonda ham shov-shuvli xabarlar tezroq o'qiladigan, tezroq ko'riladigan va o'zini ko'proq tomoshabiniga ega bo'ladigan bo'ldi. Bugun qaysidir ma'noda bunday ma'lumotlar kerak bizga, chunki biz qayerda nima sodir bo'layotganini bilishimiz zarur. Masalan, yana bir narsani aytib o'tish kerak, chunki bu muhim. Agressiv ma'lumotlarni, ya'ni shu agressiv tarzda, ya'ni ochiq oydin tarqatish insonlarning ongiga ham qaysidir ma'noda o'zini haligi salbiyroq ta'sirini o'tkazishi mumkin, lekin har doim emas. Endi qaysidir bir davrdagi yopiqlik aholida bunga qiziqishni uyg'otgan. Aynan aholini nimaga bir cheklov qo'ysa, insonga masalan qaysidir bir yo'nalishda cheklov qo'yilsa, o'shanga ko'proq qiziqish ortadi. Va aynan mana shundan kelib chiqqan holda so'nggi paytlarda e'lon qilinayotgan bu kabi materiallarga aholida ko'proq qiziqish uyg'ondi menimcha. Va har bir o'sha ommaviy axborot vositalarida deymizmi, internet saytlarida deymizmi, e'lon qilinayotgan suitsid, qotillik, bir jinoyatlar aks etgan materiallar ko'proq auditoriyani jalb qila boshladi. Va mana shundan kelib chiqqan holda ommaviy axborot vositalari ham ko'proq shu axborotlarga urg'u berishga o'tdi. Va bugun internet saytlariga deymizmi yoki ommaviy axborot vositalariga e'tibor qaratsak, bu kabi axborotlar ko'proq nazarimizda berilayotgandek. O'zbek serialini ko'rdingiz, har bittasida faqat o'zbekning oiladagi kelishmovchilik muammosi ko'rsatiladi. O'zbekning baxtli yashayotgan hayotini ko'rsatilishi juda ham kam. Bu birinchisi. Ikkinchisi, mana ommaviy axborotlarda nikohni qayd etayotgan paytda yoki nikoh to'yida ko'proq kelinni kuyovga nisbatan tarsaki tushirgan holatlari qarasam, 22 ming odam ko'ribdi. Ommaviy axborotda, tarmoqlarda tarqayapti. Bu ham juda ham salbiy holat. Yoki shunday bir tazyiq va zo'ravonlikka uchragan ayollarni qayta ommaviy axborotlarda ko'rsatilishi hali ayoliga qo'l ko'tarmagan erkakka nisbatan demak shu ishni qilsa bo'lar ekan degan fikrni ham yetkazib beryapman.
Albatta oxirgi paytlar odamning etini junjiktiradigan yomon xabarlar ham ko'payib boryaptiki, inson ruhiyatiga, kayfiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatmay qolmayapti. Eng yomoni esa o'ldirdi, pichoqladi, portlatdi, yoqib yubordi kabi xabarlarning kundalik iste'moli bora-bora odamda bunday holatlarga ko'nikma hosil qilib qo'yayotganday nazarimda. Ya'ni o'ta mudhish hodisalarga ham oddiy bir holdek qarash yuzaga kelmoqda. Nega bunday xabarlar yoritilyapti? Maqsad nima? Buni asosiy maqsadi ham o'quvchilarni ko'paytirish, ham o'quvchilarni ko'paytirish orqali dezinformatsiyaga yo'l qo'yishadi. Ya'ni dezinformatsiya orqali odamlarni asosiy ma'lumotdan chalg'itishga harakat qilishadi. Reklama beruvchilarni ham imkoniyatlarini, ya'ni e'tiborlarini qaratishga harakat qilishadi. Maqsad nima? Maqsad ularni auditoriyasi qancha ko'p bo'lsa, qancha keng bo'lsa, demak reklama beruvchilar ham hamkorlik qilishga qiziqishadi. Ya'ni u yerda fake tarqalayaptimi, u yerda agressiv tildan foydalanyaptimi? Ko'pincha afsuski reklama beruvchilar bu narsaga e'tibor berishmaydi. Va shuni inobatga olib bir xilga televideniyalar, bloglar o'zini reytingini ko'tarish uchun foydalanyapti bunday ma'lumotlarni tarqatishdan ochiq oshkora degan gaplar ham qaysidir ma'noda to'g'ri. Sababi televideniyaning reytingini yoki nafaqat televideniyaning xususiy bo'ladimi u yoki blogerning bloginimi yoki axborot manbasinimi shu reytingini ko'tarish uchun qaysidir ma'noda bu kerak bo'lyapti. Avvallar ham bu holatlar bo'lgan, lekin ommaviy axborotda internetda yoritilmaganligi uchun juda ham kam bo'lgan. Uyat bo'lgan buni olib chiqish. Hozir esa xuddi urfga aylanib qolgandek. Ustoz jurnalist Muhammadjon Obidov shunday yozadi. Biz Xitoyda bo'lgan 8 kun davomida o'nlab telekanallarni kuzatdik. Birontasida biron marta bo'lsa-da Amerika yoki Yevropada ishlab chiqarilgan zo'ravonlik, jangari lavhalar, faxshiy munosabatlar bo'lgan filmni ko'rmadik. Uning o'rnini Xitoy madaniyati, tarixi, bugungi yutuqlari haqida film, ko'rsatuv, teleshoular egallagan. Dori-darmon va ichimlik reklamasiga esa umuman efirda o'rin yo'q. Reklamalarda Xitoyda ishlab chiqarilgan mahalliy mahsulotlar targ'ib qilinadi. Biz bunday axborotlardan dahshatga tushish bilan birga ko'nikib ham boryapmiz. Diydamiz qattiqlashib bormoqda, deydi bloger Abror Zohidov. Jamoat faoli Shuhratjon Hayitovning fikri esa bunday. O'zbek telekanallarida urfga aylangan tok-shou kabi ko'rsatuvlar xalq uchun, millat uchun, keng tomoshabin uchun nima bermoqda? Mayli, buni ham bugungi kunda kerak deylik. Lekin jinoiy xabarlar, inson hayotiga turli tahdidlarga oid axborotlar odam ongiga zararli ta'sir qilmaydimi? Masalan, bunday xabarlarni kunda o'qigan odamda bobo-buvilar e'tiqodgan deb aytganidek ko'nikma hosil bo'ladi. Bunaqa voqealarni birinchi marta eshitganda, voy, yo'g'e deya hayratlangan odam bir oydan keyin oddiy qarashi, hattoki e'tiborsiz shunday bo'lishi kerak ekan qabilida qabul qilishi mumkin. Bunga mutaxassislar nima deydi? To'g'ri, O'zbekiston sariq matbuotni qisman tomoshabinga taqdim etyapti va uni shunchaki informatsiya, ya'ni axborot sifatida yetkazish kerak emas deb o'ylayman. Chunki misol uchun mana Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida ayol o'ziga o't qo'yib yubordi. Mana shu xabardan keyin ayollar asosan ma'lumotlarni tez qabul qilishadi va ma'lumotlarga asosan o'sha nima desam bo'ladi, taqlidchang bo'lishadi va birinchi masalani shunchaki xabar sifatida yetkazyapmiz va bir marta qilib ko'rsammikin va mana shu tariqa qo'rqitib ko'rsammikin degan bugun tomoshabinlarda ham o'y fikr bo'layapti. Va nima degan bo'lar edim, sariq matbuotni beryapmiz, bevosita telekanalimizni ko'rishi, tomoshabinni orttirish uchun, lekin mana shu chiqqan sariq matbuotlarni turli matbuotlar bilan aralashtirib, ya'ni tahlil qilib berishimiz kerak. Lekin bu haddan ziyod oshib ketishi ham qandaydir haligi odamlarning me'dasiga tegadi. Me'yordan oshgan narsa baribir insonlarning ongiga qaysidir ma'noda salbiy ta'sir ko'rsatadi. Lekin oxirgi paytlar kuzatsangiz, aholi ham bunday axborotlardan charchagan o'zi. Ko'proq o'sha tahliliy axborotlarni kutadi, tahliliy materiallarni kutadi. Odamlarda ham bu narsadan qaytish boshlandi. Demak, auditoriya bu narsadan qaytyapti. Demak, shunga e'tibor qaratgan holda imkon qadar aynan mana shunday salbiy ruhdagi axborotlarda kamroq efirga bergan ma'qul.